Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, 02.03.2026 ya'ni 2-mart kuni tushgan birinchi smenadagi savollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketay. Xo'p, bu endi nima desam bo'ladi, ko'pchilikka kerak bo'lganligi uchun qilinyapti video dars. Mana e'tibor bersalar, mana shu yerda YouTube'da mana shu o'tgan darsda qo'ydik, o'tgan millisetka savollarni qo'ydik. 108 mingta odam ko'ryapti. Bu ham yana hozir ko'payadi. Shundan mana analitikasini ko'rib turishlari mumkin. Nima demoqchiman? O'rtacha 5 minut, 10 minut ko'rinadi-da. Qolganida ko'rmaydi. Shuning uchun hozir boshidan aytib ketay. Boshida hamma kuzatadi. Keyin nima desam bo'ladi? Minnat qilishmasi, misol shuncha mehnat qilamiz, bu yerda sertifikat savollarini yozamiz, qo'l yozma qilib, bitta video dars o'tib beriladi bizga, misol nimasi yo'q, lekin ko'pchilikka foydali bo'lganligi uchun qilinyapti. Videoni ko'ryapsizmi hozir, demak sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, bali mehnatimizni qadrlagan holatda shu nima desam bo'ladi, minnatdorchilik sifatida yo kommentariy yozib bosib ketsalar yaxshi bo'lardi. Demak, ko'pchilikka kerak bo'layotganda bardavom qilamiz. Yana bir o'rinda Telegram kanalimizga obuna bo'lsalar yaxshi bo'ladi. YouTube kanalimizda o'sha nimasiga qadab qo'yganmiz, silka berib qo'yganmiz. Telegram kanaliga o'tib olsalaring, video darslar bo'ladi onlayn. Keyin millisetka savollar ko'riladi har safargisi. Undan tashqari bepul matematika darsi bo'ladi. Geometriya, sizlarga qiyin bo'lgan mavzular ko'rib chiqiladi. Shu sababdan mana shu Telegram kanaliga obuna bo'lsalaring xursand bo'lardik. Telegram kanalda ham eksklyuziv video darslar, YouTube'ga joylamaydigan video darslarimiz bor, Telegram kanalda bo'ladi. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi savolga to'xtalamiz. Savollarda kamchilik bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ish bor joyda kamchilik bor deydi-ku, odam bor joydami, ish bor joydami. Shuning uchun agar biror joyda adashib ketadigan bo'lsak, kommentariy yozib qo'ysangiz, biz shuni inobatga olib keyingi safar xato qilmaslikka harakat qilamiz endi. Qo'ldan kelgancha ko'rib beraman. Eksklyuziv bo'lyapti. Ba'zi birlarga o'xshab yarim soat, 1 soat tayyorlanganimiz yo'q ustida. Ko'rilyapti, olinyapti, savol ko'rib ketilyapti. Xo'p, demak, bizda 6 xonali son bergan. Oxirgi raqamlarida yashiringan holatda A, B harflar berilgan. Shu ko'rinishdagi son deyapti, 12 ga qoldiqsiz bo'linsa, A ko'paytirib B ning eng katta qiymatini toping deyapti. Xo'p, demak, bo'linish qoidasini bilishimiz kerak. Biz 11 gacha yodlaganmiz. Ko'pincha o'quvchilarga 11 gacha yodlatizaman. Undan keyingisini bo'linish qoidasini o'zi tuzib olsa bo'ladi. Ya'ni qanday tuziladi, tushuntirib ketaman. Masalan, 12 ni kanoniga yo'lmaga keltirib olamiz. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ni birinchisiga teng, to'g'rimi? Mana shu kanoniga yo'lmadan darajasiz holatga o'tib olamiz. 12 teng bo'ladi, 2 ning kvadrati 4, 3 ning birinchisi 3. Demak, deymiz, bir vaqtda 3 ga ham bu narsani yozishim balki boshqacha angi bo'lib tushar. 12 emas, 18 bo'lib qolar masalan. O'zingiz qoida tuzib olasiz. 3 ga ham, 4 ga ham bo'linsa berilgan son 12 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Qoidasi nima ekan? Kanoniga yo'lmaga keltiramiz, ya'ni tub ko'paytuvchiga ajratib darajasiz holatga olib kelamiz. Darajasiz holatga olib kelgandan keyin shunga qarab turib, ko'paytmadan chiqqan sonlarga qarab turib qoida tuzamiz. Bir vaqtda 3 ga ham 4 ga ham bo'lingan son 12 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 12 ga bo'linish uchun biz nimani tekshirib chiqishimiz kerak? 4 ga va 3 ga bo'linishini tekshirib chiqishimiz kerak. Xo'p, kelar bu sonimizni yozib olsak. 8 9 6 2. 8 9 6 2. A B. 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqamlari 2 ta 0 bilan yoki 4 ga bo'linadigan son bilan tugasa, berilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi deymiz.
Demak, A, B'ni o'rnida nima bo'lishi mumkin? 00 bo'lishi mumkin, 04 bo'lishi mumkin, 08 bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkin, 16 bo'lishi mumkin va hokazo. Qayergacha boradi? 96 gacha keladi. Va hokazo 96 gacha keladi. O'shanda nima deymiz? 12 4 ga bo'linadi deymiz. Endi A ko'paytirib B'ning eng katta qiymatini so'rayapti. Demak, ko'paytmani eng katta qiymatini olishimiz uchun, bir-biriga yaqin bo'lgan sonlar bo'lishi kerak. O'shandagina nima bo'ladi? Eng katta qiymat chiqadi. Endi bizda eng katta qiymat chiqishi uchun keylar, misol uchun bir-biriga yaqin bo'lgan sonlar nechi bor? Masalan, 76. 76 4 ga bo'linadimi? 7 va 6 birga farq qilyapti sonlarimiz. Yoki 88 deylik. Bo'laveradimi? 88 bir-biriga yaqin ham bir xil turibdi ham. Mana 88 ni oladigan bo'lsak, oxirgi raqam sifatida 8 kira 8 nima bo'ladi? 64 bo'ladi. Yoki 7 kira 6 ni oladigan bo'lsak, 7 kira 6 56 bo'ladi. Shunaqami? Shuning o'rtasiga ko'paytmoq. 7 kira 6, ha to'g'ri, 56. Mana bu yerda o'rtasiga ko'paytmoq qilib ketilyapti. Agar 56 yoki 64 bilan tugasa, maksimal qiymatga erishadi nima? A ko'paytirib B. Keyingi oldin bu narsa 3 ga bo'linadimi? Ko'p chiqadi. 3 ga bo'linish qoidasi berilgan sonning raqamlar yig'indisi bo'lishi kerak. 8, 9, 6, 2. Endi bizda A qo'shuv B kelyapti. Bu yog'ini hisoblab olaylik. Aniq sonlar necha bo'ladi? Xo'sh, 15 u 25. 25 qo'shilgan A plus B. Endi mana A plus B miz ham nima bo'lishi kerak? 25 ga qo'shgandan keyin 3 ga bo'linish kerak. Demak, bizda hozir oxirgi raqamiga 88 oladigan bo'lsak, bu yerga A, B ni o'rniga 88 qo'yamiz. 88 qo'ysak, 16 ni 25 ga qo'shamiz. 16 ni 25 ga qo'shsak, 41 chiqib qoladi. 41 soni lekin nimaga bo'linmaydi? 3 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun 88 olishimiz mumkin emas ekan. Keyin 7 6 olib ko'ramiz. 7 6 olib ko'rsak, nima bo'ladi? 13 3ni qo'shsak 28, bu yoqqa 10 qo'shilsa 38 bo'ladi. 38 ham bo'lmayapti. 38 ham 3 ga bo'linmaydi. Xo'p, to'g'ri qo'shib oldik. Yana qanaqa sonlar bo'lishi mumkin? Bir-biriga yaqin bo'lgan sonlarni olaylik. 67 ham bo'lmaydi, chunki raqamlar yig'indisi baribir bizga 3 ga bo'linishini qaytarib bermayapti. Necha olsak bo'ladi? Xo'p. 5 to'g'ri olsakchi? 54 bo'linmaydi. 4 ga bo'linmay qolyapti. Ko'rinishdagi son 12 ga qoldiqsiz bo'linsa, eng katta qiymatni toping. 96 ni olsak 15, 30, 40 bo'lib qoladi. 88 bo'lmadi. 78 chi? 78 bo'ladimi? Mana shuncha 56 deb qo'ygan qaranglar, 42. 7 kira 8 56. Ayolimda. Otabek Ason mikrofonlarini ochib qo'ydi. Hop. 7 bilan 8 olaylikchi. Tushunmadim. 2. Nima bo'lsa deysiz? 2. Aniq kelmayapti ovozingiz. To'rt bilan 6 olsakchi? Yoki 6 bilan 4mi? 64 ham 46 ham bo'linadi, to'g'rimi? 2 olib kelsakchi? 6 bilan 4ni qo'shaylik, nima bo'ladi? 35 chiqib qoladimi? 35 ham 3 ga bo'linmaydi-da, to'g'rimi? Demak 6 bilan 4 ham bo'lmaydi. Bir-biriga yaqin olaman deyapman, lekin chiqmayapti bu yoqda, 3 ga bo'linmayapti. 3 bilan 8 olsamchi? 3 bilan 8. Bo'ladimi?
3 bilan 8. 36 bo'ladi. 36 3 ga bo'linadi endi. Ha, demak 3 kere 8 ekan. Xo'p, endi javoblardan ham ilhomlansak bo'ladi. 24 bergan. 24 necha kere necha 24? Ha, 3 kere 8 yoki 4 kere 6. Birinchi 4 bilan 6 ni ko'ring. Yaqin bir-biriga yaqin bo'lgan sonlarni ko'ring. O'shanda eng katta qiymatga erishasizlar. Ko'paytirsalar. Endi 48 beradigan sonlarni qo'yib ko'rish kerak. Endi eng kichkinasi hozir bu yerda 24 ekanda. To'g'ri javob ham 24. Qolganlari bo'lmasa kerak edi. Masalan, bu yerda 6 kere 8 ni olib ko'rdik-a, bo'lmadi. Yana necha kere necha 48 bo'ladi? Ko'paytma. Raqam bo'lsin. Qaysi raqamlar bir-biriga ko'paytirsa 48. 6 kere 8, 6 kere 8 bo'lmadi bizda. Yoki 8 kere 6 ham bo'lmaydi endi. Raqamlar yig'indisi hisoblanyapti. 36. 6 kere 6 bo'ladi. 6 bilan 6 12 bo'ladi. 12 ga 25 qo'shadigan bo'lsak 37 chiqib qoladi. 37 ham bo'lmaydi. 9 kere 4. Baribir 36 ni beramiz. 9 kere 4. Qo'shsak 13, 13 ga 25 qo'shadigan bo'lsak 38. 38 yana 3 ga bo'linmay qoladi. Demak, bu javob ham bo'lmaydi. 30 olsak. 30 olishimiz uchun raqamlar, qaysi raqamlar? 5 kere 6 yoki 6 kere 5. 5 kere 6 bo'ladigan bo'lsa, 5 bilan 6 11, 11 ga 25 qo'shsak 11 ga 25. 36 bo'ladimi? 36 bo'linib qolyapti. 5 kere 6 ni olsakchi. 5 kere 6 ni olamiz desak, endi 4 ga bo'linadimi 56? 56 4 ga bo'linadi. 65 bo'linmaydi lekin. 65 ni ololmayman. Demak 56 bo'lsa bo'lar ekan. 3 kere 8 24 qaytarib beryapti-da. Bu 5 kere 6 ko'proq son chiqib beryapti. 56. Hop, oxirgi raqamlari 56 bo'lsa 4 ga bo'linadi, to'g'rimi? Endi necha chiqyapti ham 36 chiqaryapti. Demak 36 3 ga bo'linadi. Ha, 3 ga bo'linadi. Endi oxirgi raqami A, B ku. 5 bilan 6 bilan tugasa 4 ga ham bo'linadi-da. Demak 5 kere 6 olsak bo'laveradi. Xo'p, shunda. Demak, A, B ni o'rniga 5 bilan 6 olyapmiz. 5 kere 6 30 chiqyapti. Bizda D javob bo'lyapti. Bu qaysidir kanaldan ko'rdim, 24 ni ham belgilab qo'ygan. Menimcha 24 xato. 12 ga bo'linadi. Keyla hozir shuni bo'lib Rustamiyada ko'rsak. 48 da donlar 48 45 mujoh ekanmiz. Hozir ko'ramiz. 12 ga bo'lib ko'rak mana. Ha, 12 ga toza bo'linyapti. Oxiri 56 bilan tugasa. Endi 56 bilan tugadi. Raqamlarini to'g'ri qo'shdim menimcha. Raqamlarni qo'shsam 36 ni beryapti. 3 ga ham bo'linyapti. Endi 48 degan javobim bormi? Ha, uchta to'rtta tahlilda 48 olganda hammasi. Yo'q. Hop, 48 olsak, javobiga tashlab qo'ydim men. 48 32 bo'l. 32 bo'ladimi? Hop, ko'ramiz hozir. 48 olish uchun 48 ni qaysi raqamlar ko'paytirsa 48 beradi? 12 kere 4 ham. Yo'q, raqam deyapman. Mana bu A, B ni o'rniga raqam olib kelasiz. 12 olib kelolmaysiz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 olib kelasiz. Tushunyapsiz-a? Unaqasi yo'q-da. 6 kere 8 yoki 8 kere 6. 8 kere 6 48 da, boshqa variantimiz yo'q. Endi 68 oladigan bo'lsak 4 ga bo'linadi, 86 ni olsak bo'linmaydi. 68 olib kelgan taqdirimizda endi raqamlarini qo'shib chiqsak 8, 9, 6, 2, 2 necha 6, 8 a 39. To'g'ri 39 chiqib beryapti. Hozir men 6 bilan 8 ni qo'shganda nechini chiqardim? To'g'ri, hayajonda bir adashyapman. 25 bilan 6 kere 8 edi. 6 bilan 8 ni qo'shsak necha chiqadi? 39 chiqadi. 39. Ha, 39 endi 3 ga bo'linadi. Ha, bo'ldi. Demak, eng katta javob hozir bizda 48 bo'lyapti. 48 bo'lyapti, to'g'ri. Mana bu javob xato bu. Bular chiqib ketyapti. Bu ham chiqib ketyapti. 24 bo'yab qo'yganimga joy inobatga olmaymiz. Shunchaki
kanallardan ko'rib, men ham shu bo'lsa kerak deb olib ketdim. Hali misolni ko'rganim yo'q. Demak, 39 chiqyapti. 39 3 ga bo'linadi. Oxirgi raqami 68 bilan tugasa, 68 bilan tugasa, o'shanda 4 ga ham bo'linadi. Demak, bu son 12 ga ham bo'linadi. Bo'ldi. Tamom. Birinchi misol tushunarli bo'ldimi? Mana shu misolni bitta ko'ringlar, esga tushyaptimi? Qayerdadir xatolik bo'lsa aytinglar. Xo'p. Menimcha mana bu yerda xatolik bor ekan, qaranglar. Mana shu 4 bilan 3 o'rni almashib qolgan. Mana bu 3 bo'lish kerak, bu 4 bo'lish kerak, a? Shunda 4 bo'ladi. Ishlab ketamiz demak. Xo'p. Kasrda butun qismini ajratib olsak bo'ladi. O'rtasiga plyus qo'yib 10 taqsim 63 ayro. Endi qaranglar, mana qavs qo'yib tursalang, o'rtasini plyus qilib ajratasizlar-ku. Ki oldida minus bo'lganligi uchun aytdi, kasrda oldida minus bo'lib ketadi. Pastda 2 qo'shuv 1 taqsim 3 ayro, 1 ayro 1 taqsim 9. Qavs yapamiz. Bo'lib. Buni endi hisoblab ketsalar ham bo'lar ekan. Butun qismi kichkina ekan. Mayli, endi ishlab ketaverik. 4 kelib bo'luv 4 ni ham ko'paytirib 1 taqsim 4 deb ketyapman. Ayro 3 taqsim 4. Bo'luv 31 taqsim 32 ni ham 32 taqsim 31 qilib ketyapman. Teng. Xo'p, 45 dan ayiramiz 44 ni. 1 qo'shuv 63 bilan 84 ga umumiy mahraj nima? 63 qaranglar. 21 ko'paytirib 3 yoki 3 kara 21, to'g'rimi? Mana bu 4 kara 21. Endi ikkalasi ham 21 bor ekan. Bunga 4 ko'payadi, bunga 3 ko'payadi. 4 kara 10. 4 kara 10 40. Ayro, mana bu ayroni qo'yyapman. 3 kara 5 20 3 kara 25 75 bo'ladi. Xo'sh, endi pastda umumiy mahraj 3 ko'paytirib 4 ko'paytirib 21 bo'ldi. Mahrajdan. Mahraj 2 dan 1 da ayiramiz. Mana bu 2 dan 1 da ayiramiz. 1 1 taqsim 3 plyus 1 taqsim 3 ayro 1 taqsim 9. Umumiy mahraj nima bo'ladi? 1 taqsim 9 bo'lib, bunga 3 ko'payadi. Xo'p, ko'paytirib 1 taqsim 4 ham kutib olyapti tashqaridan. Ayro 3 taqsim 4 ham bor. Ko'paytirib 32 taqsim 31. 32 taqsim 31. Xo'p, 40 dan 75 da ayiramiz. 40 dan 75 da ayiramiz. Minus 35 bo'ladi. Minus oldinga tushsa 35 u, pastda 3 kara 4 20 12, 12 kara 21. 210 plus 42, 252. Qavsda keyla birdan hisoblab ketaman. 3 ko'payadi, 3 dan 1 da ayirsak 2 taqsim 9, 9 ni 1 ga ko'paytirib suratga olib chiqamiz. 9 9 ga 2 ni qo'shsak 11. 11 taqsim 9 bo'lyapti. Ko'paytirib 1 taqsim 4. Ayro 3 taqsim 4. Shunda ko'paytirib 32 taqsim 31. Teng 252 1 ga ko'paytiryapman suratga. Olib chiqdimda ayiryapman 35 ni. Mahrajda 252. Bu yoqda pastda. Xo'p, 11 bilan 4 qisqarmaydi. Ko'payib ketsa, yo'q, ko'paymasin. 1 taqsim 4 ni qavsdan tashqariga olib chiqib turaydi. 11 taqsim 9 ayro 3 qolami. 3 ni nima qilamiz? 9 ga ko'paytirib 27 deb yozamiz. Mahrajda 9 ni o'zi qoldi. Bo'laveradimi shunaqa qilsak? Xo'p, nima qolyapti? Ko'paytiruv 32 taqsim 31 qolyapti. Keyin 252 dan 35 ta ayiramiz. 12 dan 5 ta ayirsak 7, 4 dan 3 ta ayirsak 1, 217. Pastda 252. 217. Pastda 252. Xo'sh, mahrajda 1 taqsim 4 ko'paytirilgan. 11 dan 27 ta ayirsak minus chiqadi oldiga. Xo'p, 16 bo'ladimi? 16 taqsim 9. Ko'paygan 32 taqsim 31. Xo'p, 16 bilan 4 qisqaradi, bu yerda 4 qoladi. Teng minus oldinga chiqyapti. 217 suratning suratiga ko'payadi mahrajning mahraji, ya'ni 9.
pastda suratni mahrajga tushib 252 bo'ladi. Ko'paytirilgan. To'g'ri qolyapti. Ko'paytirilgan 32 taqsim 31 teng. Mana bu bilan bu qisqarar ekan. 7 qoladi. Bu bilan bu ketadi. 8 qoladi. 252 8 ga bo'linadimi? 4 gachi bo'linadi. 63 bunda 2 qoladi. Boshqa. Bu bilan bu ketadi. Bu ham ketadi ekan. Shunda 2 qoldi o'zim. Minus 2 qolyapti. Minus 2. Minus 2. Menimcha shunaqa chiqyapti. Adashmadiga, ko'rib chiqdilaringga bir boshdan. Minus 2 degan javob. Nima deysizlar? Qanaqa fikrdansizlar? Bolalar. Gapiramiz. Minus 2 chiqdimi? Hop, 3-misolga o'tib ketyapman. 3-misolda birinchi sonning 10% ga ikkinchi sonning 1/6 qismi qo'shilgani birinchi sonning yarmidan ikkinchi sonning yarmini ayirganimizga teng. Birinchi sonning ikkinchi songa nisbatini toping deyapti. Hop, bizda demak masalani ishlashda sarlavha qo'yib olishimiz kerak. Birinchi son va ikkinchi son deb. Sarlavha qo'yib oldik. Endi kelar birinchi sonni biz bilmaymiz. O'shaning uchun A, bunisini B deb turak. Endi aytayapti, birinchi sonning 10% ga birinchi sonning 10% ni topish uchun A ni ko'paytiramiz. Nimaga? 1/10 ga yoki 0.1 ga qism ko'rinishda 0.1. Mana shu 10% ni topib beradi. Hop, birinchi sonning 10% ga ikkinchi sonning 1/6 qismi qo'shilsa, ikkinchi sonning 1/6 qismini topish uchun 1/6 ni ikkinchi songa ko'paytirish kerak. B ga ko'paytiryapti. Qo'shilgani birinchi sonning yarmidan ikkinchi sonning yarmini ayirganimizga teng. Ha, buni bundan ayirganimizga teng ekan. Ikkinchi sonni ayirganimizga teng ekan. Birinchi sonning ikkinchi songa nisbatini toping. Birinchi sonning ikkinchi songa nisbati. Shuni so'rayapti. Bo'ldi, tamom. Mana 0.1 deb kerak, kasrga 31 taqsim 10 deb yozay. Umumiy mahraj necha bo'ladi? 30 bo'ladimi? 10 bilan 6 ga. 30 bo'lsa, bunga 3 ko'payadi. Bungachi 5 ko'payadi. 3a qo'shilgan xo'sh 5b taqsim 30 teng bo'lyapti. Umumiy mahraj 2a ayru b taqsim 2. Mana bu 2 bilan 30 ketadi 15. 15 ni proporsiya qilamiz suratga. 3a qo'shilgan 5b teng bo'ladi 15a ayrilgan 15b. Xo'p, 5b ni oldiga plus 15b ni o'tkazamiz. Bu yoqqa 15a ni oldiga 3a ni ayirish qilib o'tkazamiz. Shunda 12a teng bo'lyapti 20b ga. Hammasini 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 3a teng bo'ladi 5b ga. Shu yerdan a ni topib oladigan bo'lsak, 5b taqsim 3. Endi a ni o'rniga mana bu 5b taqsim 3 topib olamiz. 5b taqsim 3 taqsim b. Mana bu 3 pastga tushadi. Tushganda 5b taqsim 3 ko'paytirib b. Blar qisqarib ketib, demak 5 taqsim 3 chiqadi yoki bo'lmasam aralashda bermasa kerak nisbat. B javobda turibdi. B javob. Tushundiga? Tenglama tuz olsangiz yog'i murakkab emas. 4-misolga o'tyapman. 4-misolda o'quvchi ikkita kitobni 205 ming so'mga sotib oldi. Agar birinchi kitob narxi 15% ga kamaytirilsa va ikkinchi kitob narxi 20% ga oshirilsa, u holda kitobning yangi narxini o'zaro teng bo'ladi. Birinchi kitobning narxi ikkinchi kitob narxidan necha so'mga qimmat ekanini aniqlang. Xo'p, yana masala. Yana biz sarlavha qo'yib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda kitob, ya'ni birinchi kitob. Bizda ikkinchi kitob haqida gapirilyapti. Nechta kitob bo'lsa, shuncha sarlavha qo'yib oylik. Demak, o'qiyman masalan, yana qaytadan. O'quvchi ikkita kitobni 205 ming so'mga sotib oldi. Kelar bizda birinchi kitobda A so'm, ikkinchisini B so'm deb olaylik. Ikkalasini qo'shgan ekan, narxi qancha bo'pti? A ni B ga qo'shgan ekan 205 ming bo'pti. Agar deyapti, birinchi kitob narxi 15% ga kamaytirilsa,
Birinchi kitob narxi 15% ga kamaytirilyapti. Xo'p, 100% lik narsa 15% ga kamaysa 85% bo'ladimi? U qism ko'rinishida 0,85 bo'ladi. Qismga ko'paytirsak chiqadi. Xo'p, 15% ga kamaytirildi va ikkinchi kitob narxi 20% ga oshirildi. Ikkinchi kitob narxi 20% ga oshirilgan bo'lsa, demak 100% narsa 20% ga oshsa 120% qism ko'rinishida 1,2. Qismga qanday o'tyapman? Chiqqan foiz 100% ga bo'lsam qismga o'tadi. 1,2b. Shunda deyapti, u holda kitoblarning yangi narxlari o'zaro teng bo'ldi deyapti. Yana 205 ming bo'lib qolibdi. To'xtang. U holda kitoblarning yangi narxlari o'zaro teng bo'ldi. Xo'sh, bunday ekan. Mana bu teng bo'libdi. Kitoblarning narxi bir-biriga teng bo'lgan. Birinchi kitobning narxi ikkinchi kitob narxini necha foizini necha so'mga qimmat ekanini aniqlang. Birinchi kitobning narxi ikkinchi kitob narxidan. Demak, birinchi kitobimiz qimmat ekan. Qimmat qanchaga qimmat deyapti. Tushundingmi? Demak, bizga berilgan ma'lumotlardan foydalangan holatda ishlasak bo'ladi. Xo'p, keyla kasr ko'rinishda yozib olsam 0,85 degani 85 taqsim 100. 5 ga qisqartirsak 17 taqsim 20 qoladimi? Bu teng 1,2 ni 6 taqsim 5b deyapman. 5 bilan 20 qisqarsa 4 qoladi. Xo'p, 17a teng bo'lyapti 24b ga. Keyla a ni topib olsak bo'ladi shu yerdan. 24b taqsim 17 bo'ladi. Keyin endi shu ifodani mana bu yerga olib kelamiz. Birinchi tenglamamizga. A ni o'rniga 24b taqsim 17 qo'shilgan b teng bo'ladi 205 mingga deyman. Xo'p, 17b ga ko'payadi. 24b qo'shilgan 17b. Narigi tomonga proporsiya bo'lib o'tib ketyapti. 17 ko'paytirilgan 205 ming. Ko'paytirib yorishga shoshilmanglar, qisqaradi. 24 ga 7 ni qo'shsak 29, 10 ni qo'shsak 39. 39b teng bo'lyapti 17 ming ko'paytirilgan 205 ming so'mga. Xo'p, endi 205 mingni menimcha 39 ga bo'linadigan son bersa kerak-ku. Yo, bo'lmayaptimi? To'xtanglar. Yana adashyapmanmi men qo'shishda. 24 ga 7 ni qo'shsak 31, 10 ni qo'shsak 41 ku. Sizlar ham hay deb turinglar. Shunaqa shoshqaloq belimiz bor. Endi qisqaradi mana 17 ko'paytirilgan 205 mingni keyla bunday ish qilamiz. 41 ko'paytirilgan 5 ming. Pastda. Mana bu 41 borku b ni yonida turgan. O'sha pastga tushadi. O'sha tushgandan keyin 41 bilan 41 ketadimi qisqarib? B teng bo'ladi 17 kere 5 85, 2 tani qo'shsak 85 ming. Bu ikkinchi kitob narxi kelib chiqyapti. Tushunyapsiz-a? Endi A ni topish uchun 24 ga nimani ko'paytiraman? B nimi? B nimaga teng bo'ldi? 17 kere 5 mingami? Pastda nima turadi? 17 turadi, ko'ringlar. Atayin shuna berilgan misollar qaranglar. Toza qisqaryapti 17. Mana 85 mingni yana olib kelib o'tirmanglar. Tayyor ko'paytirgan narsalar bor edi-ku, shuni qaytadan yozinglar. 17 ni 17 qisqaradiganini ko'rasizlar. A teng bo'ladi 24 ni 5 ga ko'paytiramiz. 120. Shunaqami? Orqasiga 3 ni qo'shamiz. 120 ming. Endi birinchi kitob deyapti, ikkinchi kitobdan qanchaga qimmat deyapti. Qimmatligini topishimiz uchun, qanchaga qimmatligini topishimiz uchun ayiramiz. Ayirsak 35 ming so'm chiqadi. 35 ming so'mga qimmat ekan. Bajobda turibdi bu. Yo'q yozaydi. Tushunyapsiz-a? 5-misol hisoblangan. Hop, to'g'ri ko'chirib oldimmikan misol? Hop, to'g'ri ekan. 0 mana bu yerda mana bu qiymat yo'q ekan. 98, 50 minus 1 degan qiymatlar bor ekan. 5-misol.
Hop, qaraymiz. Mana bu yerda 1 ning kvadrati bo'lyapti-ku. 1 ning kvadrati 1 ga teng. Endi qaranglar. Mana bu yerdagi minusga ta'sir qilmaydigan daraja umuman minusga ta'sir qilmaydi. Nimaga ta'sir qilmaydi? Chunki qavsni ichkarisida kutib olgan yo'q-da daraja. O'shaning uchun faqat 1 ga tegishli xolos. Bekka chalg'ib qolmanglar. Bekka umuman chalg'ib qolmanglar. Nimaga desalang 1 da har qanday darajasi 1. Minus yana yonida turaveradi. Ya'ni -1 bo'lib turaveradi. Sizlar e'tibor qaratadigan joy mana bu yerda kub, 4, keyingisi 5 shunaqa bo'lib ketyaptimi? Demak, hop, nima bo'lyapti? Tashqaridagi daraja hal qilyapti hammasini. Endi e'tibor beringlar. Har qanday -1 ni toq darajasi bo'ladigan bo'lsa, 3-chi bo'ladigan bo'lsa, -1 chiqaradi. Xo'shu, endi 4-daraja nima bu? Juftmi? Juft bo'ladigan bo'lsa, musbat qilib chiqaradi ichkari nima bo'lishiga qat'iy nazar. Va hokazo, ya'ni 5-darajasi -1 qilib chiqaradi, 6-darajasi +1 qilib chiqaradi, va hokazo ketadi, oxirisi +1 qilib chiqaradi. Endi bu yerda nechta son bor? Shunaqa ketma-ketlikda nechta bor? Bu bitta, bunisi ikkinchisi, bunisi oxiri bor, nechinchisi? Nechinchisi? degan savolga qaranglar. Darajani o'zi sotib qo'yapti. Darajani o'zi sanab ketyapti. Agar shu 2 birlarini yozganimizda darajalarini qaranglar. 1, 2, 3, 4 deb sanab ketyaptimi? Nechigacha sanayapti? 100 gachami? Nechta son bor ekan desa, nechta deyarmiz? 100 ta deyarmisiz? Ana endi mana 2 tani olib tashlang, nechta bo'ladi? 98 ta bo'ladi. Bu yerda 98 ta son bor. Yoki bo'lmasam 100 dan ayirasiz 3 ni chiqqan javobga qo'shasiz 1 ni. 98 chiqarib beradi shu. Tushunyapsiz-a? Oxirgi sonni, boshidagi sonni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. Shuni 98 ta chiqarib beradi. Demak, 98 ta bizda +-1 bor. Endi -1 birinchi kelyapti, keyin +1 kelyapti, to'g'rimi? Demak, bular qisqarib ketadi. Hammasi qisqarib ketadi-da. Qaranglar. Minuslik birinchi kelyapti, pluslik ikkinchi bo'lib kelyapti. Tushunyapsiz-a? Demak, -1 ni sherigi orqasida kelgan. Demak, mana bu birimizda ham sherigi oldinda kelgan. Bu qisqarib ketgan. Demak, javob 0 ga teng. Ajoyib bo'lyapti. Xo'p, ko'rdim, bu savollarni ochib oldim. Demak, davom etamiz. Keyingi misol. Hisoblang deyapti 6-misolda. 6-misolcha numeratsiyasi almashib ketibdi. Boshqacha misol kelyapti. O'zini teradiganlari bor. O'shalarni fayldan foydalangan holatda men hozir kanalda aylangan savollarni ko'ryapman-da. Xo'sh. Kelar shu 6-misolda boshqacha misol kelgan ekan, shuni ishlab ketaman orada. Xo'p. Mana shundan keyin yana bitta qog'oz ochib olamiz. 6-misol quyidagicha berilgan ekan. 6-misol. Sonlarni kamayish tartibida joylashtiring. Kamayish tartibida joylashtiring. Demak, bizga berilgan sonlar ildizda 8 qo'shilgan ildizda 2. Xo'p. B teng ildizda 6 qo'shilgan 2. S teng 2 ildizda 3 qo'shilgan ildizda 2. Xo'p. Qanday solishtirsak bo'ladi? Kimda qanday fikr bor? Taqriban qiymat orttirib hisoblab ko'rish. Taqriban qaysi birini hisoblaysiz taqriban olib? Boshqacha yo'l tutaylik.
Keling mana s'da 2 ni ichkariga kirgizib turaydi. Necha bo'lib kiradi? 4 bo'lib kiradimi? 4 kira 3 12. Qo'shilgan ildizi 2. Mana bu s'dan ildizi 2 ni qavsini tashqariga chiqarsak nima qoladi? Ildizi 6 plus 1 qoladimi? Yo'q, bu ham shart emas. Bunday ish qilamiz. Kvadratga ko'taraverik, keling. Bitta kvadratga ko'taraverik. A ning kvadrati teng bo'ladi 8 bo'ladi. Ildizi 8, to'g'rimi? Buni kvadrati bo'ladi. Kvadrat bilan bu ildiz ketadi. Oxirida ham ildizi 2 ning kvadrati bo'ladi, 2 chiqadi. Keling, shuni yozyapman. Qo'shuv ikkilanganligi 8 kira 2 bo'ladi o'rtada. Demak, A kvadrat teng bo'lyapti 10 qo'shuv 2 ildizda 12. Endi B ning kvadratini topsak, 6 plus 4 10 bo'ladi. O'rtada ikkilanganligi bilan 4 i 6. S kvadrat nimaga teng? S kvadrat teng bo'ladi 12 plus 2 14 qo'shilgan o'rtada ikkilanganligi va ichkarida 24. A kvadrat teng 10 plus 2 ni ichkariga olib kiramiz 4 48 bo'lib qoladi. Xo'p, B kvadrat teng 10 qo'shilgan 4 ichkariga kiradi 16. 16 kira 6. 60 plus 36 96. Xo'p, S kvadrat 14 plus 2 ni ichkariga olib kirsak 4 bo'lib kiradi. 4 kira 24. 16 plus 80 96. Qaysi biri katta? Mana ko'rinib turibdi, S eng kattasi. Butuniga e'tibor bering. Necha bo'lyapti butuni? 14 ni o'zi hal qilib qo'yapti bu yerda. Xo'p, endi bu bilan buni solishtirib bo'lmaydi. Chunki ildizi bir xil, mana ildizi bir xil kelyapti. Butuniga e'tibor bering. Bu 14 kelyapti. Bu kattami? Endi siz mana bu bilan solishtirishingiz kerak. Butun qismi 10 kelyapti. Ham ildizni ichidagi ifodasi buniki katta. Eng kattasi bu. Eng kattasi bu. Tushunyapmiz? Demak, bizda nima degan? Sonlarning kamayishi tartibida joylashdi. Eng kichkinasini topib olaylik. Endi bunga e'tibor bering. 10, 10. Qaysi birini ildizining ichidagi son katta? Bundami? Demak, bu katta A'dan. Demak, eng kichkinasi A, undan keyin B, undan keyin S. Kamayib borish tartibida bo'lsa, S dan keyin B, undan keyin A. S B. 16 bo'lmaymi? Ada. A'da 12 deb yozib, voy. Borku miya joyida emas. 2 kirsa nima bo'lib keladi? 4. 4 kira 16. 40 plus 24 mi? 40 plus 24 64. 64. A ning kvadrati aniq son bo'lib bo'lyaptimi? Necha bo'ladi? 8 18 bo'ladi. Qolganlarni ham to'g'ri olib kirdimmi? 16 kira 6 96 hisobladim, to'g'rimi? Endi sal taxriban qiymat olib chiqsangiz ham bo'laveradi. 10 qo'shuv 96 dan necha chiqadi? 9 u 8 mi chiqadi-da, to'g'rimi? Shunaqa deylik. Hop. 9 8 ekan, to'g'ri. S kvadrat teng 14 plus 9 8 taqriban. S kvadrat nima bo'lyapti? 23 8. B kvadratchi 19 8. Ana endi taqqoslang maza qilib. Qaysi? Kamayib borish. S B A. To'g'ri ekan. S B baribir. S B A degan javob 6-misolda D da kelyapti. D da kelyapti. D da sab berilganda. Sab berilgan. D javobda. Bizda S B A chiqyapti. To'g'ri hisob kitob qildikmi?
8 plus 2. 8 plus 2. 10. To'g'ri. Endi o'rtada ikkilanganligi formulani 8 bilan 2 ni ko'paytamiz. 16. 2 kirdi 4 bo'lib. 4 kira 16 40 plus 24. 64. 8 chiqadimi? 64 dan 18. Bu yerda 6 bilan 2 emas 4. Bu kvadratur bo'ladi. 10 bo'ladi. O'rtadagi mana 2 bilan 2 4 bo'ladi. Ildiz 6 yana yoziladi. 4 16 bo'lib kiradi. 4 16 bo'lib kiradi. 60 plus 36 96. To'g'ri. Hop, bu yoqqa to'g'ri ketyapti. Endi 2 ni ichkariga olib kiramiz. 2 ichkariga kirsa nima bo'ladi? 4 4 kira 3 12. Kim yo'q 2. Kvadratga oshirsak 12 bilan 2. 14 bo'ladimi? O'rtada mana 2, ichkarida 12 kira 2, 24. 4 bo'lib kiradi. 4 kira 24. 80 plus 16, 96. 9 8 chiqadi. Qo'shsak 23 8. To'g'ri. SBA. Menimcha kalit kiritishda adashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Hop. Shu javobda qolyapmiz. Tinch yo'lish bo'ldi. 7-si. Bizda 7-savol kiritilganmikan? Sub deganda, sub degan. Bizda SBA chiqdi. Unda javobda xato ketyapti. Sub. Sub degan javob ham yo'qda. Qaranglar. Bu yerda sonlarni kamayish tartibida joylashtiring degan. Bu yoqda o'sish tartibida joylashtirilganmi? Endi subni teskarisi nima bo'ladi? ABC bo'ladimi? ABC degan javob A javobda turibdi-da. Mana bu kalitimizga endi e'tibor beradigan bo'lsak. Xo'p, 8-savol. Enta hadli arifmetik progressiyaning enta hadi o'rta arifmetigi 2n ga teng bo'lsa, arifmetik progressiya 10-hadini toping. Bizda A1 qo'shilgan, A2 qo'shilgan, A3 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan AN. Enta hadi arifmetik progressiya, enta hadi o'rta arifmetigi. O'rta arifmetik qanday topiladi? Nechta son qo'shsak o'shanga bo'lamiz. Shu teng chiqadi deyapti 2n ga. Xo'p, bo'lsa deyapti arifmetik progressiyaning 10-hadini toping deyapti. Nima? A10 ni toping deyapti. En hadli arifmetik progressiyaning enta hadi o'rta arifmetigi. Xo'sh, bunda SN-da, to'g'rimi? SN-ni n ga nisbati teng bo'ladi 2n ga. SN-dan formulasi nimaga teng? A1 qo'shilgan AN taqsim 2 ko'paytirib n taqsim n teng bo'ladi 2n ga. Xo'sh, bu ham qisqarib ketadi. Bizda hosil bo'lyapti A1 ni AN ga qo'shsak, bo'lsak 2 ga 2n ga teng bo'ladi. A1 ni qo'shamiz AN ga teng bo'ladi 4n. AN ni nima deb yozsak bo'ladi? A1 qo'shilgan n-1 ko'paytiruv d deb yozsak bo'ladi. Shunda ikkita A1 qo'shilgan bizda 10-xat. Kela o'zi 10-xat nimaga teng? A1 qo'shilgan 9 degan. Ikkita A1 n-1 ko'paytirilgan d teng 4n. En hadli arifmetik progressiya o'rta arifmetik 2n ga teng. Shunda endi o'rniga kela 9 qo'ysak. 9 qo'ysak bizda nima bo'ladi?
ikkita A1 qo'shilgan 8 teng bo'ladi 4 kira 9 36 ga. Shunda 2 ga bo'lib yuborsak A1 qo'shilgan 4 teng bo'ladi 18 ga. Bu nimani beradi? A5 da. Kelar endi o'rniga 8 qo'yib olaylik. 8 qo'ysam mana formaga 8 qo'ysam ikkita A1 yo'q 8 qo'ymaylik 7 qo'yaylik. Ikkita A1 qo'shilgan 6D teng bo'ladi 7 kira 4 28 2 ga bo'lib yuboramiz. A1 qo'shilgan 3D teng bo'ladi 14 ga. Endi qaranglar. Biz topib olgan ifodalarimiz bor-ku, A1 qo'shilgan 4D nimaga teng? 18 ga teng. A1 qo'shilgan 3D-chi? 14 ga teng. Bitta ayirib yuboraylik. Bitta ayirib yuborsak A1 lar ketami? D teng 4 bo'ladimi? D teng 4 bo'lsa, mana bu yerda A1 topsak bo'ladimi? 14 ayrilgan 3 kira 4 12. A1 2 ga teng. Bo'ldi. Qaysi hadini so'rasa endi topib beraverasiz. 2 qo'shilgan 9 ko'paytirilgan 4. Xo'p, 2 qo'shilgan 9 kira 4 36. 36 ga 2 ni qo'shsak 38 ga teng bo'lyapti. Ajoyib aka. Tushuntira oldimmi? To'qqizinchi misol gaming tek progressiyada B1 B2 B3 70 ga teng B1 B2 B3 ko'paytmasi 8000 bo'lsa S5 ni toping deyapti. Xo'p, yaxshi. Kirishamiz misolga. B1 qo'shilgan B2 B1 ko'paytirib Q plus B3 B1 ko'paytirilgan Q ning kvadrati teng bo'ladi 70 ga. Endi mana bu yerda B1 ko'paytirilgan B1 Q ko'paytirilgan B1 Q ning nimasi? To'xtanglar. Mana bu B1 bilan B3 ni ko'paytirsak nimani berardi? B2 ning kvadratini berarmidi? B2 ko'paytirilgan B2 ning kvadrati teng bo'lar ekan 8000 ga. Shunda B2 ning kubi savolni to'g'ri ko'chirganmanmikan ishqilib? O'zi dastlabki 5 ta halning yig'indisini toping. Xo'p, B2 ning kubi teng bo'ladi 8000 gami? Xo'p, shunda B2 teng bo'ladi 2 10 20 ga. Shunaqami? B2 20 ga teng. Kerak B2 ning o'rniga 20 olib kelaylik. B1 qo'shilgan B3 o'zi qoladimi? B3 shu 70 ni yoniga 20 o'tsa 50 bo'ladi. Endi B1 ni qavsini tashqariga chiqarsak 1 plus mana bu keling yoyib olaman aka. B1 qo'shib B3 ni yoysam B1 Q kvadratga teng 50. B1 ni qavsini tashqariga chiqarsam 1 plus Q ning kvadrati teng bo'lar ekan 50 ga. 50 ga. Shunda mana B2 ni yoyib olaman. B1 Q ga teng bo'ladi bu 20 ga. Bitta sistema qilib bitta bo'lib yuborsak B1 lar qisqarib ketadimi? 1 plus Q ning kvadrati taqsim Q teng bo'ladi 50 taqsim 20 ga. Nollar qisqarib ketadi. Q 5 ga ko'payadi. 2 1 Q kvadratga ko'payadi. 2 qavsi 1 plus Q ning kvadrati teng bo'ladi 5 Q ga. Shunda 2 plus 2 Q ning kvadrati teng bo'ladi 5 Q ga. Xo'p, hammasini chap tomonga yig'aman. Minus 5 Q qo'shilgan 2 teng bo'ladi 0 ga. Xo'p, diskriminant ishlasam bo'ladimi yoki bo'lmasa 2 nima 2 ko'paytirib turaylik. Q1 ni qo'shaman Q2 ga javobim chiqsin 5. Q1 ni ko'paytiraman Q2 ga javobim chiqsin 4. 1 bilan 4. Q1 1, Q2 4. Endi 2 ga bo'lib qo'yaman ikkovini ham. Q1 teng 1 taqsim 2, Q2 teng 2. Qaranglarda bu yo cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya yoki o'suvchi geometrik progressiya. Bu yerda aytilmaganligi uchun javob ham 2 ta chiqqan. 2 talik chiqqan. Endi bizdan nimani so'rayapti? S5 ni so'rayaptimi? Xo'p, yana nima kerak? B1 topolsak bo'ladimi? Keling, mana bu yerdan B1 topib olaylik. B1 ko'paytirilgan Q nimaga teng edi? 20 ga teng edi. Endi Q ni o'rniga bir marta Q1 ni qiymatini olib kelsam, shunda B1 teng bo'ladi. Ko'paytiruv deylik. Ko'paytiruv 1 taqsim 2 teng bo'ladi 20 deyman. B1 shundan nima chiqadi? 40 chiqadi. Demak, Q 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa,
q 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, b1imiz 40 hisob. Endi q 2 2 ga teng bo'lsa-chi, b1 ko'paytirilgan 2 teng bo'ladi 20 ga, b1 shunda 10 chiqadi. Mana. Ana. Bu ikkala javob o'rinli bir-biri uchun. Endi nima ish qilamiz? Bizni S5 ni toping degan. S5 nimaga teng? B1 qavsda q ni n'chisi ayro 1 pastda q ayro 1. Shu formulaga qo'ysak bo'ladimi? Qaysiga qo'yaman? Qaysi uchun qo'yaman? Bunisi uchun shu formulaga qo'yaman. Bunisi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaga tushami? 5 ta xat, chekli xat bo'lsa bunga cho'radi. Seni so'ramayapti-ku. Dastlabki 5 ta xadi yig'indisini so'rayapti ekan. Aha, men ham shunaqa qilyapman. Mayda 5 bo'lsa, mana bu endi o'rnida ham necha bo'ladi? 5 bo'ladimi? Xo'p, 10 qo'yapman-da, q 2 ga teng, 2 ni 5-chisi ayro 1. Mahrajda 2 ayro 1. Xo'p, pasi bo'zi 1 bo'lib ketdi. 2 ni 5-chisi 32 ga teng, 32 dan 1 desak 31 ga teng. 31 ga 10 ni ko'paytirsak 310 bo'ladi. Tushundingmi? Yana mana bu uchun S5 topsak. Bu ham shu formulaga, mana tepadagi formulaga tushadi. B1 o'rniga endi necha qo'yaman? 40 qo'yaman. Endi 1 minus q ning 5-chisi bor-ku, shunga qo'yib olaylik. 1 taqsim 2 bo'lganligi uchun. 1 taqsim 2 ning nimasi? 5-chisi. Qavs bekitaman, mahrajda. 1 ayrilgan 1 taqsim 2. Teng bo'ladi 40 ko'paytirilgan 2 ning 5-chisi 32 ga teng, 1 ga ko'paytirsak 32, 1 da yersak 31. 31 taqsim 32. Pastdachi 1 taqsim 2. Mana bu ikki tepaga chiqib ketadi, 32 pastga tushadi. Faqat qisqartirib tushirdik-a. Qisqartirib olaylik. 32 mana bu ketadi, 4 ga qisqarsa, 8 ga qisqarsa, bu yerda 5, bu yerda 4 qoladimi? S5 teng kelar, soddalashtirib yozib olaylik. 5 ko'paytirilgan 31 ko'paytirib mana ikki tepaga chiqib ketdi. Pastda necha qoldi? 4 tushib olyapti. Bu bilan bu yana ketadi 2. 5 kere 31 155 u pastga 2 77,5. Demak, bizda javob 310 yoki 77,5. B javobda turibdi. 9 B javob ekan. 310 yoki 7,5. Nimada ham to'g'ri. Qolgan ma'lumotlarga qarasam to'g'ri chiqyapti shunaqa. Qiymat endi kalitlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Tushunarli bo'lyapti. 10-misol. 10-misolni kelar, mana bu yerdan ishlayman. Shart yo'q ekan menda. 10-misol, bu yoqda shart yozmayapman, bu yoqda yozaman. 10-misolda nima deyapti? Ifodani soddalashtiring deyapti. X qo'shilgan 2y ayrilgan 4x ning kvadrati ayru y ning kvadrati. Mahrajda x. Bu yog'i y ning kubi qo'shilgan 2x ni y kvadrati ayrilgan 3x kvadrat y. Teng. Nima ish qilsak bo'ladi? Ishlayveraylikcha umumiy mahraj berib, mana bu ko'p xatimizga x ko'paytiramiz. Ko'paytirsak x ning kvadrati plus 2xy ayru 4x kvadrat. Qaranglar, mana minus tepaga chiqqanda mana bu yerda plus qilib qo'yamiz. Shunga hushyor bo'ling. Xo'p, plus y ning kvadrati mahrajda x uni mahrajida y kub plus 2xy kvadrat minus 3xy kvadrat teng bo'ladi. Tepani hisoblaydigan bo'lsak minus 3x kvadrat qo'shilgan 2xy plus y ning kvadrati mahrajda x qavs ichida y ning kubi qo'shilgan 2x ning y ning kvadrati ayru 3x kvadrat y teng. O'xshamadi-yu bu. Ifodani soddalashtiring degan. Xo'p, o'xshamagan bo'lsa
bitta hiyla ishlatamiz. Mana bu yerda x ning kvadrati qo'shilgan 2xy plus y ning kvadrati olsak, bu yoqda 4x kvadratda ayiraverman. Shunda pasida bitta ish qilamiz qaranglar. Y ning kubi qo'shilgan 3x yo'q. Birinchi y ni yozmaydi. X yozay, x yozib olay. X ning kubi. Shuni qilsak bo'lam qo'yib ko'raylikchi. Plus 3x ning kvadrati mayt minuslik ekan. Yo, turib turaversinmikan mahraja? Turib turaversinchi, shunga qarab mana suratga qarab ish qilamiz. Y ning kubi qo'shilgan 2x y ning kvadrati ayru 3x kvadrat y. Domla. Nima deysan? Majdanam Y chiqarib yuboray. Qayerdan? Ha, mana undami? Ha, bo'ldi, shunaqa qilaylik. Ancha yengil ekan, ha. Y ni chiqarib yozyapman. Y chiqadi. Shunda y ning kvadrati qo'shilgan 2xy xo'sh, ayrilgan 3x kvadrat bo'lyaptimi? Qaranglar, buni ham bunday ish qilamiz. Y kvadrat x o'xshadimi? Ha, bo'ldi, buni keragi yo'q ekanda. Domla son qo'yib ishlasak ham bo'laveradi. Shu so'zlashning ifodalariga. Ha, bo'laveradi. Shu son qo'yib ishlasak ham bo'lar ekan deydi. Ha, shu tinchi. Ha, mana o'xshadi mana. Ketdi o'zi. Bir taqsim x y. Bunday qarab javobga qarasalar, ilhom narsa bo'ladimi? Bir taqsim x y qolar ekan, demak, marajda x o'zi turibdi. Yana y topib chiqsam, men kallam kelmabdi, qarang. Men hayolimda u bir bolalar qilib olishim kerak edi. Bir nimalar yasab olay turadim hozir. Juda chuqur o'ylab oldim. Mujohidin qayda bo'ldi imtihonlar aytgancha. X katta 0 dan bo'lsa ifodani soddalashtiring deyapti. Xo'p, 1 taqsim 2 qavsda x ning kvadrati ayru 2. Mahrajda 2x. Y buni kvadrat. Qo'shib 1. Mahrajda. Xo'p, 1 taqsim 2x qavsda x ning kvadrati qo'shib 2. Xo'p. Misol to'g'ri. Belgilash qilib ishlatamiz-da, bo'lmasam shu yo'l kelyapti endi. Xo'p, x ning kvadrati taqsim 2x minus 2 taqsim 2x ning kvadrati qo'shib 1. Chiqadi, faqat chiqib turyapti. Mahrajda 1 taqsim 2x ko'paytirsak, x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x. 1 taqsim 2 bu yoqda ham x bilan ketsa, x taqsim 2 ayru 2 ga ketsa 1 taqsim x ning kvadrati qo'shib 1. X taqsim 2 qo'shib 1 taqsim 2.
Ayyo. Mana qaranglar. 1 taqsim 2. Mana uni formula bo'yicha ochaylik. X kvadrat taqsim 4 ayru ikkilanganligi. X taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim x. Qo'shilgan 1 taqsim x ning kvadrati. Qavs b-dan b nisbat. X taqsim 2 qo'shib 1 taqsim x. Mana bu ildiz deydi. Ildizim yomon o'xshamadi. Endi qaranglar. Mana bu x bilan x ketadimi? 2 bilan 2 ketadimi? Minus 1 qolyaptimi? 1 taqsim 2 x ning kvadrati taqsim x taqsim 2 ning umumiy kvadrati deb olyapman. Mana bu narsani qaranglar. Mana bu narsani shunaqa deb olyapman. Endi oxiridagi 1 taqsim x kvadratni ham 1 taqsim x ning umumiy kvadrati deyapman. O'rtada minus 1 qoldi-ku. Shunga mana 1 taqsim 2 ni ko'paytirib turib, qavsni tashqariga chiqarib olsam bo'ladimi? Endi bekitda 2 minus 1 taqsim 2 deyapman. Qo'shib 1 turibdi. Xo'sh. Ha, bo'ldi, tamom bu. Ketib qoldi-ancha. X taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x. Teng. Endi nima qilsak bo'ladi? 1 taqsim 2 mana bu x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x ning umumiy kvadrati ayru 2 ko'paytirilgan x taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim x bo'ladi. Ya'ni mana formulani ishlatyapman. Qaranglar, a kvadrat qo'shuv b kvadrat teng bo'ladi a plus b ning qavs kvadrati ayru 2ab degan formulani ishlatyapman. Bo'laveradimi shunaqa qilsam? Qavsni yopaman-da, qo'shuv mana bu ikkovi soddalashsa 1 taqsim 2 bo'ladi. Endi mahrajda x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x. 2 bilan 2 x bilan x ketadi. 1 taqsim 2. Mana bu yerda minus 1 qoladi-ku. Keyin yana 1 taqsim 2 ni bitta ko'paytirsam, x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x ayru 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Keyin qo'shib tashqarida 1 taqsim 2 turibdi. Tushunyapsizmi? Mana 1 taqsim 2 ni mana 1 ga ko'paytirdim. Bu yerda 1 bor. 1 ga ko'paytirsam minus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Keyin tashqarida plus 1 taqsim 2 ham kutib olyapti. Xo'sh, pastda x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x teng. Xo'p, bular qisqarib ketdi, tamom. Bizda qolyapti. Alohida ildizga to'lib 1 taqsim 2 ko'paytirilgan ildizda mana bunday kvadrat tushib qolibdi. X taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x. Ha, qaranglarda, shartida o'zi x ni bekarga 0 dan katta demaganda. Bular bemalol mana juft ildizdan bunday olib chiqib olsin deb turib, x ni 0 dan katta bering. X 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lib 1 da ham bo'lib qo'shsak, baribir musbat son chiqadi deyapti. Endi 1 taqsim ildizi 2 ko'paytirilgan bu ketadida x taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x ni olib chiqamiz. Mahrajda nima turibdi? X taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim x turibdimi? Bular ketadida javob 1 taqsim ildizi 2 yoki ildizi 2 taqsim 2. Bu javobda turibdi. O'n ikkinchi misol. Agar sinus alfa minus 4 taqsim 5 ga teng bo'lsa, alfani choragini beryapti 3 pi taqsim 2 va 2 pi oralig'ida, ya'ni 4-chorakda deyapti. Kosinus alfani toping. Xohlasalaring ayniyatdan ketinglar. Nimaga teng? Plus minus 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Ayniyatdan. Shunda bu teng bo'ladi. Hop, endi kosinus alfa 4-chorakda musbat bo'lganligi uchun mana minusligini o'chirib tashlaymiz. Plusli bo'ladi. 1 ayrilgan minus 4 taqsim 5 ni kvadrat. Teng.
1 ayrilgan 16 taqsim 25. 25 ise 1 ga ko'paytirsak 25, 16 ni esa 9, 9 taqsim 25. Ildizdan 3 taqsim 5 chiqadi. Demak, kosinus alfa 3 taqsim 5 ga teng. Xohlasalaring 3 burchakdan ketinglar, to'g'ri burchak 3 burchakdan. Mana shu to'g'ri burchakli 3 burchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda alfa deylik. Minus 4 taqsim 5 ga teng deyapti. Endi musbat qiymat olamiz. Qarshi harakatning gipotenuzaga nisbat. Mana bu yerda 3 bo'ladi Pifagordan. Kosinus alfa yopishgan katetning gipotenuzaga nisbat. Chorakka qarab qo'ydi. Chorak 4-chorak, 4-chorak kosinus musbat. Demak, javobimiz plus 3 taqsim 5 chiqadi. Javobda turibdi. Tushunarli bo'ldimi? Bu ikkinchi usul. Ah. 13-misol. Menda boshqacha kelyaptimikan? Xo'p, to'g'ri ekan. 13-misol to'g'ri kelyapti. Minus pi taqsim 2 pi oraliqda nechta yechimga ega deyapti. Xo'p, 13-misol. Xo'p, yechamiz bo'lmasam. Qaranglar, bunday qilaylik. Ildizda 3 sinus kvadrat x ni oldiga mana bu minusligini o'tkazsak. Ildizda 3 kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat 2x teng bo'lyapti. Ildizda 3 minus 1 taqsim 2 ga mana bu ikkoviga umumiy mahraj berib yubordim. Shunda mana bu ikkalasini ildizda 3 olib chiqamiz qavsdan tashqariga. Ildizda 3 chiqib ketsa, ichkarida sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x teng yo'q plus sinus kvadrat 2x bilan teng bo'ladi bu ham. Turib turarsinmikan? Yozaverikchi. Ildizda 3 minus 1 taqsim 2. Mana bu narsani mana berib bo'ladi. 1 ni beramiz. Ildizda 3 ga ko'paytirsak, ildizda 3 nariga tomonga o'tkazamiz. Daraja pasaytiramiz keyin. Bitta o'chirib tashlab turing. Buni darajasini pasaytirsak nima bo'ladi? Sinus kvadrat 2x darajasini pasaytiryapmiz. 1 minus kosinus 4x taqsim 2 teng bo'ladi. Ildizda 3 minus 1 taqsim 2. Xo'p, ayru ildizda 3. Shunda 2 ni ko'paytiramiz. 1 minus kosinus 4x qoladi. Teng. Oldin 2 ni ko'paytirishdan oldin qavs ichida buni soddalashtirib olaylik. Minus 2 ildizda 3. Pastda 2. Mana bu ikkilar qisqarib ketar ekan. Bizda qolyapti 1 minus kosinus 4x teng bo'ladi. Hop, minus ildizda 3 minus 1. Shunda 2 plus ildizda 3 teng bo'lyapti kosinus 4x ga. Aylantirib yozib olaylik. Kosinus 4x 2 plus ildizda 3 ga teng. Xo'sh. Hozir bu bo'sh to'plam chiqib qolmayaptimi? Ildizda 3 dan 1/7, 2 ga 1/7 dan qo'shadigan bo'lsak, kosinus 4x'imiz teng bo'lyapti 3/7 ga da. Kosinus 4x maksimal 1 ga erishiladi. Minimal minus 1 ga. O'shaning uchun hech qachon bosh to'plam olishgan. Xo'p, savolni to'g'ri ko'chirganmizmikan? Savol menimcha mana shu yerdachi. Shu
Shunday qilib yozib turaylik. 1 taqsim 2 ni x kvadrat plus 3x unisi katta bo'ladi 1 taqsim 2 ni x plus 3 unisi. Bitta tashlaylik. Tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Qo'shsam 2 ko'paytirsam minus 3. Minus 3 u minus 1. Вообще murakkab ketyapmiz bu. Adashganligimiz bor. Qanoatlantirmaydi. 3 dan katta sanab kelsak, musbat, manfiy, musbat. 0, 1, 2. 3 ta butun qiymat. Sajab turibdi. 14-savol bo'ldi. 15. 15 ta logaritm to'g'ri. Tengsizlik nechta son, nechta butun son qanoatlantiradi deyapti. Qaranglar. 0,5 ni bu yoqqa o'tkazamiz. O'tkazganimizda mana bu 1 dan kichkina son bo'lsa, tengsizlik ishorasi o'zgaradi. Logaritm 2 asos kira logaritm x minus 1 asos kira 9 tengsizlik o'zgaryapti. 0,5 ni 0-si. Mana bu 0,5 bu yoqqa borganda 0 tepaga qochib darajaga chiqib qoladi. Mana bu 0 darajaga chiqib qoladi. 0,5 borib turib 0,5 bo'lib qoladi. 0,5 ni 0-si bo'lib qoladi. Tushundingmi? Hop, tengsizlik ishorasi o'zgaradi qachon? Mana bu yerdagi sonimiz 0,5imiz 1 dan kichkina bo'lganligi uchun. 1 dan katta son bo'ladigan bo'lsa, 1 dan katta son bo'ladigan bo'lsa qandaydir sonimiz? Unda tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Keyin aniqlanish soha ham olib qo'ymabmiz. Ha? Nima deysizlar? Aniqlanish soha nima deydi? X minus 1imiz 0 dan katta bo'lsin deydi va x teng bo'lmasin 1 ga deydi. Shunda x ga nimadan olib kelamiz? 1 ga teng bo'lmagan son, ya'ni 1 dan katta son olib kelamiz. Shu javob o'rinli bo'ladi ikkovi uchun ham. Xo'p, endi ishlab ketaveramiz misolimizni. 2 ni bu yoqqa olib o'tamiz. 0,5 ni 0-si 1 ga teng bo'ladi. Bizda chap tomondan logaritm x minus 1 asos kira 9 qolyapti. Bu kichkina bo'lishi kerak 2 ni birinchisiga. Hop, 9 kichkina bo'lishi kerak x minus 1 ni qaus kvadratidan. Hop, demak 1 dan katta son bo'lganligi uchun aniqlanish soha degan 1 dan katta son bo'lganligi uchun buni bu yoqqa o'tkazganimizda tengsizlik ishorasini o'zgartiramizmi, o'zgartirmaymizmi degan ikkilangan joyimiz yo'q bo'lib ketadi. Shunda 9 x ning kvadrati minus 2x yo'q, bunday qilaylik. Xo'sh. X minus 1 ning kvadrati turibdi. 9 minus bo'lib o'tsin va bu tomon katta turadi. Endi mana 9 ni o'chiraydi, 3 ning kvadrati deb yozay. Ko'paytmaga aylantirish uchun minus 3 u x minus 1 plus 3 deb yozaman. Bu 0 dan katta bo'lishi kerak. X minus 4 keyingi qavs x plus 2 0 dan katta bo'lishi kerak. Xo'p, 0 dan katta bo'ladigan qiymatlarni son o'qida chizib tasvirlaymiz. X o'qimiz mavjud bo'lsa, minus 2 to oraliqqa qo'yamiz. Oraliqqa qo'ysak 4 dan katta son olib kelsak musbat, 4 dan kichkina son olib kelsak manfiy, bu yoq musbat. Bizga nima kerak? Musbat oraliq kerak. Mana bizning yechimimiz. Endi faqat aniqlanish soha nima dedi? Mana bu yerda 1 turadigan bo'lsa, dedi, 1 dan yuqorisini olasan. Yuqorisida qanoatlantiradigan oraliq mana bu bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni qayerdan qayergacha olamiz ekan? 4 qat'iy bo'ladi. 4 dan plus cheksizlikkacha olamiz. Bizda nima degan? Tengsizlikni nechta butun son qanoatlantiradi. Menimcha mana shu tengsizlikni nechta butun son qanoatlantirmaydi desa, sal o'rinli bo'larmidi? Xo'p. Nol 5 o'tdi. Tengsizlik o'zgardi. 2 o'tdi. X minus 1imiz o'tdi. Bu yoqqa 9 o'tdi. 0 dan katta turgandi. Da.
Xo'p. 3 kvadrati. X minus 1 minus 3, x minus 1 plus 3. Minus 2 to'rt. To'rtdan katta son kelsak musbat, to'rtdan kichkina son olib kelsak manfiy. Xo'sh. Minus 2dan kichkina son olib kelsak manfiy. Musbat chiqadi. Musbat qiymat bizda yechimimiz bo'ladi va birdan katta son ol deyapti. Birdan katta son to'rtdan cheksizlikkacha. Nechta butun son qanoatlantirmaydi deganda ham cheksiz ko'p son aytdi. Mana shu tengsizligicha menimcha o'zgarib qolgan. Bu yoq qarab turgan bo'lsa, keyin bu yoqqa qarab bo'ladimi? Keyin biz mana bu qiymatni olamizmi? Mana bu qiymat olamizda, qaranglar. Biz mana bu oraliqda qiymat olgan bo'lardik-a. Keyin bizda yechimimiz bo'ladigan butun qiymatlar mana bu yerda 2 bor edi, 3 bo'lardi. 2 bo'lardi. 2 bo'lardi agar tengsizlik shu nimaga qarab bo'lsa, bizda 2 degan yechim bu. Bizda 15 2 degan qiymat cheksiz 7 3 5 cheksiz ko'p bor ekan-ku bu yerda. Menda yo'q ekanda, mana noto'g'ri ekan meniki mana kalitlarim. Cheksiz ko'p yechim. 15 ajo. To'ppa noto'g'ri. D javob deyapti. D da 5 turibdi. Cheksiz ko'p yechim chiqyapti menda. Ko'p yechim. Qayerda adashdik? YouTube'dan kuzatadiganlar bo'lsa aytinglar. Mana shu yerda adashsak desak, ko'ramiz biz ham. Tan olamiz adashganimizni. Hozir tengsizlik ishorasini o'zgartirib qo'ygan taqdirimda ham chiqmayapti. 2 3. Hozircha menda cheksiz ko'p yechim ajoyib chiqib qolyapti. Shuni olib turaveraylikchi. 16. 16 nima ikki ishlayman mana. 16 tengma nechta haqiqiy dizga ega. Ishlanish yo'lini tushunib olsangiz, imtihonda qo'l beradi. Imtihonda haligi nima desam bo'ladi. Misollar toza, xatolik kam bo'ladi misollarda, o'shaning uchun ishlay olasiz. Muhimi ishlanish yo'liga tushunmang. X plus 6 keyingi qavsda x minus 1. Xo'p. Minus 5 taqsim x plus 2 keyingi qavsda x plus 3 teng bo'ladi 1 taqsim 4 ga. Tengda mana nechta haqiqiy ildizga ega. Demak, aniqlanish soha. Aniqlanish soha nima bo'lishi kerak? X teng bo'lmasligi kerak minus 6 ga. X teng bo'lmasligi kerak 1 ga. X teng bo'lmasligi kerak minus 2 ga. Ya'ni har bitta mahrajimizni qavsimiz ichidagi sonlarni teng emas 0 ga deb ishlab chiqsak, shu qiymatlarga teng bo'lmasligi kerak. Agar teng bo'lsa, ma'noga ega bo'lmay qoladi misolimiz. Umumiy mahraj ikkovini hammasini ko'paytmasi bo'ladi. Xo'p, 4 ga ko'paytiramiz. Qavsda x plus 2, x plus 3 ni minus 5 ga ko'paytiramiz. X plus 6 yu x minus 1 ni.
Shunda mahrajda nima holat bo'lyapti? X plus 6, x minus 1, x plus 2, x plus 3 teng bo'ladi 1 taqsim 4 ga. Shunda 4 qavsda x ning kvadrati plus 5, x plus 6 minus 5 qavsda x kvadrat plus 5x minus 6. Hop. Buni ham bunga ko'paytirib bu chiqdi. Qaranglar, bunday ish qilaylik-chi. X ning kvadrati plus 5x minus 6 chiqyapti-ku bu. Bunisini ishlaylik. Mana. X kvadrat plus 5x plus 6. Formulaga qo'yamiz mahrajni. Mana buni o'rnida a deng, buni o'rnida b deng mana. A minus b, a plus b ga tushyapti. X ning kvadrati qo'shib 5x ning umumiy kvadrati ayru 6 ning kvadrati teng 1 taqsim 4 ga. Endi bunday qilaylik. Belgilash kiritib olaylik. Belgilash kiritish uchun x ning kvadrati plus 5x ni a deb olaylik. 4 a plus 6. A minus 6. A ning kvadrati minus 6 ning kvadrati teng 1 taqsim 4 ga. 4a qo'shilgan 24 minus 5a plus 30. Yo'q, 4 ko'payadi. Teng bo'ladi a ning kvadrati minus 36 ga. Shunda minus 4a kvadrat 4a 54 16 216 minus 4a minus 6 qo'shilsa 22 qo'shilgan 4 ko'paytirib endi to'liq qavsni tashlab tursak 256 dan 16 chiqarmidi? Kvadrat qo'shib 5x teng bo'ladi 4 ga. 5x teng bo'ladi minus 18 ga. X ning kvadrati plus 5x minus 14 teng. Diskriminant qo'shsam 5 minus 5 chiqami? Minus 5 u minus 14 minus 7 2. X ning kvadrati plus 5x plus 18 teng. X1 qo'shamiz, x2 ga javobimiz chiqsin minus 5. X1 ni ko'paytiramiz, x2 ga javobimiz chiqsin 18. Bu bo'sh turdan chiqadi. Ikkita yechimga ega 16. Bajo. Tenglaman nechta haqiqiy ildizga ega? Tenglaman nechta haqiqiy ildizga ega? X minus 6 ning 4-chisi qo'shilgan x minus 8 uning 4-chisi teng bo'ladi 16 ga. Shunda tenglaman nechta haqiqiy ildizga ega deyapti? Bunday qilsakchi
mana bu yerda 0, mana bu yerda 2 ning 4-chi bo'lsa yoki 2 yoki 0 bo'lsa shunda 16 chiqib beradi. X minus 6 0 bo'lganda x minus 8 2 ga teng bo'lsa x teng 6 chiqadi. X teng bo'lganda 10 chiqadi. Endi x minus 6 2 bo'lganda x minus 8 0 ga eshitsa shunda x teng chiqadi 8, x teng chiqadi 8. Bitta yechim bo'lyaptimi? Ha, qaranglarda x ga 6 olib kelsak ham bo'laveradi. Nimaga men yerda 0 qo'yib beradimi? Aka ukasi -2 ning 4-chi va 2 ning 4-chisini qaytarib beradi. 10 olib kelsak, 10 bu yoqda 4 qilib beradi, mana kirmayapti. 10 kirmay qoladi. 8 ga borsak, bu yog'i 0 bilan tasik chiqadi. Demak, mana ikkovini ham bunga qilib olsak, ikkita yechim chiqadi. Ya'ni qaranglarda bunaqa variantlarni ham ko'rib chiqishimiz kerakda. -2 0 bo'lsa ham baribir 4-darajada turibdi-yu, 0 -2 degan variantni ham olsak bo'laveradi. Shunda 4-daraja va buni 6 qilib beradi. Xo'p, endi qaranglar. Mana buni o'chirib turaydi. Endi mana buni bu yoqqa ko'chirib tursam, buni bu yoqqa ko'chirib tursam, -2 0 olganda nima bo'ladi? X minus 6 minus 2 ga teng deymiz, x minus 8 ni 0 ga teng deymiz. Shunda x teng bo'ladi 4 ga, x teng bo'ladi 8 ga. Bunda yechimga ega emas ekan. Endi bu oraliqni ko'ramiz. X minus 6 teng bo'lsa 0 ga, x minus 8 teng bo'lsa minus 2 ga. X teng 6 bo'ladi, x teng 6 bo'ladi. Mana bu ham teng bo'ldi. Bitta yechim. Hop, ikkovi bo'lib turib ikkita yechim. Shu eng qulay yo'li. 18. Mana bu ham hali ko'rgan misol. Ishlab ketaymi? 18 hozir ko'ramiz qaytib. Aylanaga kvadrat ichki chizilgan bo'lib, aylanaga kvadrat ichki chizilgan. Mana shuni olsak, aylanaga kvadrat ichki chizilgan. Radiusi 6 ga teng ekan. Radiusi 6 ga teng. Mana bu yerda radius bo'lsa, bu yer ham radius bo'ladi. Ikkita radius teng bo'lar ekan ildizda 6 ga. Radius teng bo'lar ekan ildizda 6 taqsim 2 ga. Xo'sh. Radius o'zi 6 deyapti. Diagonal nimaga teng bo'ladi? Diametr diagonal. Xo'p, diametr diagonal 2 ildizda 6 ga teng bo'ladi. Bu kvadrat uchun nima bo'lyapti? Mana bu uchburchak uchun deb oladigan bo'lsak,
Alo. Alo. Hozir 10 minut do'st. Aytdim-ku Jasurga. 10 minut. Yo'q, 20 minut deganman. 10 minut degan 10 minut qoldi. Hop. Xo'p, shunda ating bo'ladi ildizda 12 ga. Kvadrat yuzini so'rayapti. Kvadrat yuzi 12 ga teng. Bolalar darsi shu yerda yakunlaymiz. Hop. Tushunarli bo'ldimi? Cho'mchasiga rozi bo'lasizlar ya. Ha, rahmat domla, tushundik. Bellarim og'rib ketdi. Ertaga gaplashamiz qolgan darsda. Ertaga trigonometriyani o'tamiz. Bitdan keyin. Bo'pti, yaxshi dam olasizlar. Hozircha. Sog'likmi? Rahmat domla. Xo'p, demak 18-misolga e'tibor beramiz. Tengsizlik nechta butun yechimga ega deyilyapti. Xo'p. E'tibor bersak, x ning kvadrati minus 1 ni kvadratga ko'rinishtirib bo'lsak, pastda x kvadrat plus 1. Mana bu ifodaga e'tibor beraylik. Nima bo'lyapti bu? X minus 1 ni qaus kvadratini beryaptimi? 0 dan kichkina shart bajarilib turibdi. Endi mana bu x kvadrat minus 1 kvadratni o'rniga qo'ysak, x minus 1 x plus 1 ga keladi. Mahrajda x ning kvadrati qo'shilgan 1. Qo'shilgan x minus 1 ning kvadrati. Hop, 0 dan kichik yoki teng. X minus 1 ni qausdan tashqariga chiqaramiz. Qausdan tashqariga chiqarsak, ichkarida x plus 1 dan bitta qoladi. Mahrajda o'sha holat. Ya'ni x ning kvadrati qo'shilgan 1. Qo'shuv bu yoqda x minus 1 dan bitta qoldi. Qaus bekitamiz, kichik yoki teng 0 dan. Endi nima ish bajaramiz? X minus 1 qausdan tashqariga chiqdi. Undan keyin x plus 1 ni yozib, x kvadrat plus 1 ni x minus 1 ga ko'paytiramiz. Mahrajda x kvadrat plus 1. Qaus bekitamiz, kichik yoki teng bilan 0 dan. Hop, soddalashtirish kiritdik suratga. Soddalashtirish kiritsak, x plus 1 plus x ning kubi plus x minus x ning kvadrati minus 1. Mahrajda x ning kvadrati qo'shilgan 1. Qaus bekitamiz, kichik yoki teng 0 dan. Keyingisi x minus 1 deb yozyapmiz-da. Tepada nimalar qisqarib ketyapti? X kvadrat. Bunga she'r yo'q ekan. Hop. X kub yozib turaylik. Minus x kvadrat. Minus x kvadrat plus 2x. Birlar qisqarib ketyapti. Mahrajda x kvadrat plus 1. Hop. Qashiqlar. Endi x minus 1 yonidan x chiqarak, ya'ni bundan chiqmadi, ikkinchi qausdan chiqdi suratidan. Va ichkarida qolyapti x ning kvadrati ayru bitta x plus 2. Mahrajda x ning kvadrati qo'shuv 1. Endi e'tibor berishimiz kerak. Bu 0 dan kichkina yoki teng bo'lish uchun nima shart bajarilishi kerak? Mana bu yerda diskni tashlasak, so'zlar chiqadi. Bunga sabab har doim musbat son. Pasiga ham e'tibor bersak, pasi ham har doim musbat son chiqadi. Nimaga? X ning kvadrati musbat chiqaveradi. Eng kam qiymati 0. 1 ni qo'shsak, yana musbat. Eng kam qiymati mahrajda 1 chiqar ekan. Suratda ham xuddi shunaqa musbat son chiqadi. Demak, ikkalasi musbat bo'lsa, musbatga bo'lsak, har doim mana bu katta qausimiz bor-ku, har doim musbat son chiqadi.
Endi savol, musbat sonni mana bularga ko'paytirsak, nima chiqishi kerak ekan? Ko'paytirsak 0 dan kichik yoki teng chiqishi kerak ekan. Qachon? Qachonki mana bu qismi manfiy bo'lsa. Endi x qavsli x minus 1 ni 0 dan kichik yoki teng qilib ishlab qo'yamiz. Shunda 0 ga aylanadigan qiymatlari 0 va 1. Ikkalasi ham kiradi. 0 ga olinadi, tengligi bor. Xo'p. 1 dan katta son kelsak musbat, manfiy, musbat bizda 0 dan kichkina o'raliq. Mana bu yechim mana. Ya'ni javob x tegishli 0 dan 1 gacha. Nechta butun son qiymat javobimizni qanoatlantiradi? Javob demak bu yerda 0 va 1. Bu o'zi kirganligi uchun ikkita butun yechimga ega. Ikkita butun yechim. Bundan nechta natural yechimga ega? Nechta natural yechimga ega? Misolimiz x qavsli x minus 3 va buning kvadrati 0 dan katta bo'ladi. Qaranglarda mana bu 0 ga teng bo'lmaganligi uchun, ya'ni qat'iy tengsizlik bo'lganligi uchun mana bu qavsimizning ichi yoki bu alohida 0 ga teng emas qilib ishlab qo'yishimiz kerak. 0 ga teng bo'lib qolsa, unda bizda yechimga ega bo'lmay qoladi. Hop, tengsizligimiz demak yechimga ega bo'lish uchun shu shartlar bajarilishi kerak. Endi qaranglarda mana bu x minus 3 da doim nima bor? Kvadrat bor. Ya'ni bu degani doim musbat son chiqadi. 0 chiqib qoladi. Eng kam qiymati. O'shanda ham 0 ga teng emas deyapmiz. Demak, bu 0 dan katta chiqish uchun bu har doim musbat. Bu ham musbat bo'lsa, ko'paytirsak keyin 0 dan katta chiqadi. Demak, x imizni 0 dan katta qilib ishlab qo'ysak bo'ldi, qat'iy qilib. Hop, bu tomonda mana bu yerda 3 ta olmagin deyapti. 3 ta olmay ketishimiz kerak. Yechimi bo'ladigan javob qidiryapmiz. Yechimi 0 dan qaygacha ekan? 3 gacha birlashma 3 dan cheksizlikgacha. Hop, shartda 1 2 3 4 yo'q-ku. Bizni cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib berilyapti. Natural yechimga ega bo'lib beriladi. Nechta natural son tengsizlikning yechimi bo'la olmaydi? Bo'la olmaydi ekan. Nechta natural son yechimi bo'la olmaydi? Bo'la olmaydi. Demak, nechta natural yechim tengsizlik yechimi bo'la olmayapti? Bitta. Bu ham bo'lsa qaysi? 3. 3 soni natural yechim bo'la olmaydi. 0 ham yechim bo'lmayapti, lekin 0 natural son emas. Tushunarli bo'ldimi? Demak, 24-misolga e'tibor bersak, bizda fx berilgan, ln x plus ln 2 ga teng va gx berilgan 2 ga x-ga teng. Bizdan so'rayapti f3 ni gx ga o'rniga olib borsak, x o'rniga. Shunday qiymat topib keyin oldin f3 ni ichiga tengligini isbotlab olsak. ln x o'rniga 3 qo'yamiz. Qo'shilgan ln 2. Demak, bunda logaritm xossalaryga binoan ln 3 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Ya'ni yig'indan ko'paytmaga o'tib ketilyapti. ln nechaga teng ekan? 6 ga teng ekan f3'imiz. Endi aytyapti gx ni o'rniga, ya'ni f3 ni olib borganimiz. f3'imiz nima chiqdi? 2 ga x-ni o'rniga ln 6 ni olib kelaman. Mana bu ko'paytma qavs olsak adashmaymiz. 2 ko'paytirilgan. Endi 6 bilan y ni almashtirsak bo'ladi, to'g'rimi? Shunda 6 ln y bo'lib qoladi. Bizda ln y 1 ga teng. Ya'ni bu logaritm y asosga ko'ra edi. Asosiy ham argumenti ham y kelib qolgani uchun bu 1 ga teng bo'ladi. Qavs bekitamiz. 2 ko'paytirib 6 ni birinchisi 12 ga teng. Hop, 25-misolga e'tibor beramiz. Bunda deyapti, eng katta tomon 8 bo'ladigan bo'lsa, uchburchak perimetrini topib bering deyilyapti. Uchburchak tengsizligidan ketiladi. Hop, 8 dan katta bo'lish kerak. Ikkita tomon yig'indisi 3x - 4 qo'shilgan 2x + 1 va
2x plus 1dan ham katta bo'lishi kerak. 8 qo'shilgan 3x minus 4 va 3x minus 4dan ham katta bo'lishi kerak. 8 plus 2x plus 1. Shu tengsizlikni bajaramiz. Demak, 8 ixchamli bo'lsa 3x ga 2x qo'shsak 5x minus 3. Bu yoqda 2x plus 1 turibdi. Bundan katta bo'lar ekan. 8 dan 4 ayiradigan bo'lsak 4 plus 3x. Xo'p, 3x minus 4 kichik bo'ladi. 9 plus 2x dan 8 ga 1 qo'shib yuboramiz. Hop, shu tengsizligimizni ishlab chiqadigan bo'lsak, soddalashtirib keyin bu yoqqa sal to'g'ri. Endi bu nima chiqyapti? Tepadagi tengsizlikka e'tibor bering. 3 o'tadi, 11. 5 ga bo'lamiz. X katta bo'lishi kerak. 2 dan 11 ni 5 ga bo'lsak, bunda x topadigan bo'lsak, 2x 3x yoniga o'tadi. X tomon katta bo'lyapti. 4 bu yoqqa o'tadi. 1 dan yoniga -3. X katta bo'lishi kerak ekan. -3 dan. Xo'p, keyingisiga e'tibor bersak, 2x chap tomonga o'tadi. Minus x'imiz qoladi. X'imiz kichkina turibdi. 9 ga 4 qo'shilsa 13 dan. Xo'p, shu tengsizligimizni demak son o'qida tasvirlaymiz. Son o'qida tasvirlasak, eng kichik qiymat -3 va 2 mana bu yerda 2 turibdi desak, 13. Bular qat'iy bo'lganligi uchun hech qaysini olmaymiz, ichini bo'yalmaydi. Va 13 dan kichkina bo'lsin deyapti. 13 dan kichkina sonlar nima tomonda? Chap tomonda. -3 va 2 dan ham katta bo'lsin deyapti. Demak, bulardan katta sonlar to'g'ri. Demak, cho'lasini ham kesishgan joyi bizga yechim bo'ladi. Xo'p, demak, x tegishli yechimimiz qayergacha ekan? 2 dan 13 gacha ekan. Endi x'imizni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni yozib chiqaylik. Nimaga teng bo'ladi? Qaysi natural sonlarga teng bo'ladi? 3 ga teng bo'ladi. 4 ga, 5 ga, 6 ga, 7 ga, 8 ga, 9 ga, 10 ga, 11 ga, 12 ga teng bo'ladi. Endi x'imiz 3 deb oladigan bo'lsak, bizda tomonlar mavjud. Kelar. Eng katta tomonni nima degan? 8 deb qo'ying. Undan keyingi tomonlar 3x minus 4. Bular haqida fikr bildirilmagan. Bitta tomon bu ham. Va keyingi tomonimiz ikkinchi tomon dedik. Bu birinchi eng katta tomon. Uchinchi tomon. Hop, 2x plus 1 deylik. Endi x ga mana shu qiymatlarni olib kelsak, demak, o'rinli bo'lyapti. Keyin 3 top kelib ko'ramiz. Bu yerda 8 har doim. Mana bu yerga 3 top keladigan bo'lsak, 3 kira 3 9, 9 dan 4 ayiradigan bo'lsak 5 chiqadi. Bu yer 5. Va 3 ni birinchi qiymat mana 3 ni oldimi? 2 ga ko'paytirsak 6, 1 qo'ysak 7. Demak, tengsizlik sharti bajariladi va eng katta tomon nima bo'lyapti? 8 bo'lyapti. Bu hozircha o'rinli. Endi 4 oladigan bo'lsak, eng katta tomon 8 va ko'p kelsak 3 kira 4 12, 12 dan 4 ayirsak 8 chiqyapti. Yo'q, 8. Endi bekor keladigan bo'lsak, 4 kira 2 8, 1 qo'shsak 9. Endi eng katta tomon 8 bo'lmay qoldi. Bekorga aytmagan. Eng katta tomon 8 bo'ladi. Mana shu birinchi tomon degan. Demak, bu yerda 9 eng katta tomon bo'lib qoldi. O'shaning uchun bu javobdan chiqib ketadi. Yana bitta 5 topib turib, nima qilib qo'ydik? Isbotlab qo'ydik. Bu yog'i qaranglar, 4 necha olib kelgan? 4 olib kelganda 9 chiqdi. Endi 5 olib kelganda bunda 9 dan ham katta son chiqadi-da. 5 olib kelsak, bu 8 har doim. Bu yerga olib kelsak 11. Bu yoqqa olib kelsak, hop, 11 chiqadi. Endi mana bu eng kichik tomonga aylanib qolyapti-da. Bundan bu yog'ida demak javob yo'q. Mana tomonda javob yo'q. Bizda eng kichik qiymat 3 bo'ldi. O'shanda olib kelsak, mana bu o'rinli bo'ldi. Va tengsizlik sharti bajarildi. Demak, x teng 3 bo'lganda bizda shu shart o'rinli ekan. Bizdan perimetr so'ragan. Perimetr nimaga teng bo'ladi? Tomonlarni qo'shganimizga 3x minus 4 qo'shilgan 2x plus 1 va qo'shilgan 8. Endi x'imiz aniqroq bo'ldi. Keyin soddalashtirdik. 5x minus 4 ga plus 1 minus 3, minus 3 ga 8, 5. Endi 5 qavsini tashqariga olib chiqsak, x plus 1 qoladi. Shu perimetrga teng. 5 qavsda 3 qo'shuv 1. 3 ga 1 qo'shsak 4, 5 kira 4 20 bo'lyapti. Demak, bizda perimetr
20 ga teng.